Endilikda talabalarga eng kam ish haqining 6 baravarigacha moliyaviy yordam ko'rsatilishi mumkin. O'zbekistonda oliygohlarda shartnoma mablag'larini to'lashni tartibga soluvchi qoidalarga o'zgartirishlar kiritildi. Shuningdek, byudjetni taqsimlash qoidalari yangilandi. Hujjatga ko'ra, endi universitetlar ijtimoiy himoya dasturi doirasida talabalarga moliyaviy yordam ko'rsatish huquqiga ega. Bunday yordamning maksimal miqdori har bir talaba uchun yiliga eng kam ish haqining 6 baravarini, ya'ni 7,626,000 so'mni tashkil etadi. O'qish uchun to'lovning yangi muddatlari ham belgilandi. Talabalar 15-sentyabrgacha umumiy summaning kamida 25%ni, yuqori kurs talabalari esa 1-oktyabrgacha to'lashlari shart. Qolgan to'lovlar rejalashtirilgan 1-yanvargacha yarmi, 1-martgacha 75% va 1-maygacha to'liq to'lov. Rektorlar ushbu muddatlarni uzaytirish vakolatiga ega. Bu xabarni talabalarga yuborib qo'ying hamda Kapital.uz kanaliga obuna bo'ling.